Yana o'xshashlar uzilib ketdi. Yaxshi bo'lmadi. Shundan so'ng biz davomli g'ayrat qilib davomlashtiramiz. Unda bo'lsa biz bayatdan ishning yerimiga kelgani sap. O'sha kelgan-ku. Biz bu yerga shu Ali Mehmet mushlarning orasiga chekitdan birini qistirib boqaylik. Udasi biz chekit qilib bo'lgandan keyin buni yepishimiz kerak. Tırnaqni yepishimiz kerak. Yapgandan keyin unda bo'ldi. Qarsanglar bu yerda tubli nimati? Qani bu Ali ha. Bolaning orasida chekit yo'qdi. Biz chekit kirgiz deb buyruq berdik. Buyruqimizni ijro qilib, bu yerga chekit kirgizib berdi. Shunday-ku. Endi buni kirgizib bo'lgandan keyin biz ko'paytirish kirgizib boqamdik. Yana bir qor mashq qilib ketsin. Print deb bo'lgandan keyin aynı şekilde XYZ açtık. X, 5, Y, 5, Z deb bo'lgandan keyin bu yerga 5dan birini qo'yib o'tib, sap tang açtık. İç bo'lgandan keyin nima qildik? Bu yerdan biz chekit bergan, bu yerga biz ko'paytirish berdik. Endi biz yani yaptık. Dasam yerda ko'paytirish belgisi turamdi. Demak, orasiga ko'paytirish belgisini kirgizib berdi. Shuning bilan biz buni o'rgangan bo'ldik. Unda bo'lsa biz yana bir qur qilib o'tish uchun masalan bularning orasiga pesh kirgizib boqamdik. Print açtık. Pesh deb bo'lgandan keyin bu yerga biz nima kirgizmoqchi edik? Ko'paytirish kirgizib bo'lgan pesh kirgizib olgandik. Yaptık. Yapgandan keyin enter dedik. Peshlarni kirgizib berdi. Undan sonra biz peshni nima kirgizib oldik shunda-ku. Undan sonra siziqcha qilib boqaylik. Biz faqat chekit pesh qildik, siziqcha qilib boqaylik, siziqcha. Undan sonra print deb bo'lgandan keyin X, 5, Y, 5, Z, 5, sep, tang. Bunun içi kirdik, siziqcha. Shundan buni yapamiz. Yapgandan keyin enter dedik. Ana siziqcha keltirib berdi. Shundan bu tugidi. Siziqcha kirgizib bo'ldik. Endi masalan biz bu yerdan faqat Ali Mehmetlarning orasiga siziqcha kirgizgandik. Endi biz sonlarni qilib boqsak, masalan, X o bularning orasiga son berib boqaylik. Print açtık. X'nin o'rni 12 bo'lsin. 12 bo'lsin. Y'ning o'rni bo'lsin 34 bo'lsin masalan. 34 pesh. Deb bo'lgandan keyin yana birisining o'rni, Z'ning o'rni 56 bo'lsin. Pesh qo'yatdik. Qo'yatgandan keyin sap tang bo'ldi. Açtık. İçi kirdik. İçiga nima qo'yib olgandik? Orasiga siziqcha qo'yib olgandik. Shundan buyani yepatdik. Enter bo'ldi. Shundan sonlarning orasiga 12, 34, 56 degan sonlarning orasiga nima qilib berdi? Siziqchalarni qo'yib berdi. Shuning bilan buni biz ko'rgan bo'ldik. Masalan, x dan 10 x dan 10, y dan 10 y dan 10, z dan 10 deb bo'lgandan keyin x dan y masalan x tang x dan y deb bo'lgandan keyin masalan z tang
tang z'ga. Bu mu 10'ga tang debesek mesela. Mesela nima bo'ldi deyapti-da, bu yerda biz bir xatolik asli qilib baqsak, mana bo'ldi. Qandaq deganda biz bu yerga z'ning orqaga tang qo'ymadik. Shunga ishta qolib ketdi, qayta qildi. X tang y tang z tang 10. Unda bo'ldi. Demak, to'g'ri bo'ldi. Bunda xatolikmi sodir qilib baqash o'ynayli. Hech qisi yo'q, qizil bo'ylab kelsa, güneş jarayonimizda ishim bo'lmaydi. Unda esa bu mundaq bo'ldi. Ya'ni x mi 10'ga tang, y mi 10'ga tang, z mi 10'ga tang mush holatda shakllandi. Endi masalan m desak, m tang n tang n nimaga tang qilayli? Y tang t deb baqsaq. Buni biz tang 4.5 deb baqsaq. 4.5. Xatolik yo'q-ku. Hammasi arası tang bor-ku. Devetgandek keyin mundaq bo'ldi-ku. Demak, bu yerda m 4.5, n mi 4.5, y mi 4.5, t mi 4.5. Hammasi 4.5 ga tang. Unda biz bu yerda bu aştama shunday emasmi ko'rib beqish uchun m tang qancha? 4.5. N enter 4.5. Y enter 4.5. T enter 4.5 bo'ldi. Demak, hammasi 4.5 ga tang degan gap chiqdi. Shundaqmi? Biz u buyruqlar orqali shuni o'rganib oldik. Endi masalan, hammasi 4.5 dan bo'lib bo'lgandan keyin biz buni songa tang qilgandik. Endi biz harf yoki so'zga tang qilib boqaylik. Undasa m tang n tang y tang t tang degandan keyin qo'sh tirnoq yoki taq tirnoq. Qo'shchi ketam deyapti va tirnoq deb turli. Deb bo'lgandan keyin nima bitdi? Buni orqasiga biz so'z yoki jumla yoki harf qo'ymoqchi bo'lgandik. Undasa cho'ng harfda ist deb boqayli. Degandan keyin bunda bo'ldi-ku. Ya'ni bu m, n, y, t larning hammasi ist ga tang degan gap. Qarsak, yana qarsak, o'xshash ist ga tang deb chiqarib berdi. Endi biz bularni ko'rdik. Ko'rgandan keyin biz endi bir tizimlik o'rnashtirib boqaylik. Tizimlik o'rnashtirish uchun biz cho'ng tirnoq ishlatishimiz kerak. Bunda tirnoq emas, bunda tirnoq emas. Bu kichik tirnoq yoki yalang tirnoq. Biz cho'ng tirnoq ishlatish uchun bo'shliq knopkasining o'ng tarafida Alt G R deb bir knopka bor. Buni besib turib, yalang tirnoq bosamiz. Yalang tirnoq degan ma'no bosamiz. Ya'ni Alt G R ni besib turib, ichish belgisini bossak ma ichildi, yepishni bossak ma yepildi. Buning ichiga kirketdik. Kirketgandan keyin buning ichiga biz so'z ismlarni boqaylik. Masalan, Ali deydi. Yalang qo'yatoq tirnoq ishlasak, pega Ali desak, Ali. Bo'lmasa tizimlikdan boshlaylik. Tizimlik deb turib, tizimlik deb yozib turib, bu yerga biz Ali tegeri ochdik. Ali bo'ldi, Ali degandan keyin lastga biz yopamiz, boshliq qo'yib yopili. Boshliq qo'yib yopili. Yeb bo'lgandan keyin biz bu yerga pash yozdik. Pash yozib bo'lgandan keyin Fatma deydi. Fatima yoki Fatma. Yana nima ism qo'llanib